Kech bo'lganda 3 ta bola bilan mehmonga yo'l oldik, ya'ni xolamlarnikiga yotib qolishga bordik, chunki ertalabgacha maza qilib gaplashib chiqamiz deb borishimizga shunaqa tok bargidan oshli pishirib qo'yibdilar va chaqchaqlashib o'tirdik. Ertalab esa mana shunaqa ajoyib tongni qarshilab oldik. Mana bunaqa gulli ekib qo'yibdilar korzinkalarga. Bu gulli nomi nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Keyin nonushtalarni qilib oldik kartoshka friylar bilan. Men borini boricha ko'rsataman shunaqa. Mana bitta bonkalar o'zbegimi bonkasidan aylanay, bu yog'i yoz bonka yopish sezoni. Bolalarim maza qildi deb maza qilgandilar. Men bu mushukligiga pushaymon bo'lib ketdi. Hovlida shunaqayam bahri dilimiz yayradi. Domda turganlar bilishadi, chunki bir kunda bir ikki mahal olib chiqaman ko'chaga bolalarni. Hovlida esa ertadan kechgacha maza qilib o'ynashdi. Keyin gilos terishga kirishdik. Giloslarni terishga onam chiqib oldilar daraxtga. O'tgan yili olchidan yiqilgandilar, lekin yiqilgan kurashga to'ymasdi. Gilos terishga ham o'zlari kirishdilar. Tabiatni qaranglar, shunaqa ajoyib. Keyin manti tugishga kirishib ketdik ko'pchilik bo'lib. Mantilar ham bir pasda pishdi. Mantilarni yeb qorin to'qladik. Xolam uyga hisob berib bordilar. Sizlarni ham holinglar shunaqami? Xullas, maza qilib kunimiz ajoyib o'tdi. Bu videoni holingizga yuborib qo'ying. Qachon oxirgi marta holingizni ko'rgani borgandingiz va sahifamga obuna bo'lishni unutmang. Yurakchani bosib qo'ysangiz ham xursand bo'lardim.